Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana siz bilan Qalb sahifasi. Omina Shellik o'g'li, imomning maneken qizi. Ikkinchi qism. Biz qorani yoki oqni o'rgatdik. Qolgan ranglarni esa berkitdik. Qo'llariga tayangan kuyi Yoqub imom ichida chuqur o'ylar edi. Imom paltosini kiyib tashqariga chiqdi. Masjidga piyoda borib, keyin ortiga qaytadigan bo'ldi. Shu topda uning ko'ngli yolg'izlikni istadi. Simsiyoh ko'chalardan o'tib borarkan, uchqunlay boshlagan qor zarralarini ko'rib xayoli biroz chalg'idi. Qaniydi, men ham mana shu qor parchalariga aylanib qolsam-u, yerga tushgan zahotim erib yo'q bo'lsam, deb o'yladi. Keyin esa bu o'ylarni Allohning irodasiga zid ekanligini o'ylab, "Kechir, Robbim, bu xato fikrlarimni kechir", dedi. Yoqub imom asta-sekin qadam tashlar, nogoh devor ustida yig'ilib qolgan qorlarni olib to'p yasadi. Keyin esa ovloq joyga borib uzoqlarga uloqtirdi. Shu damda u o'zini o'zi tushuna olmas edi. Nega endi qor to'pini odamlardan berkitayotgan edi? Harom bo'lmagan oddiygina harakatni nega boshqalardan berkitishga uringan edi? Qadamlarni sekinlashtirib, xatti-harakatini qayta o'yladi. "Ey Yoqub, javob ber. Nega bu kichkinagina harakatni katta gunoh ishdek boshqalardan yashirishga urinding? Harom nima ekanligini bilmaysanmi yoki o'zingcha harom o'ylab topyapsanmi?" Savollariga o'zi ham javob topa olmas edi. Bilgani shu, o'zicha harom narsa kashf qilish niyati yo'q. U xayolga cho'mgancha borar edi. Ro'parasidan o'g'li Usomaning kelayotganini ko'rib qoldi-yu, yo'lning narigi tarafiga o'tib oldi. Yodiga tushdi. U o'g'lini keksa onasini ko'rgan yuborgan edi. Salomlashib bo'lib so'radi: "Onamning ahvollari qanday ekan?" Usoma sovuqdan qotib qolgan qo'llarini isitishga harakat qilib, uflagancha javob berdi: "Buvim yaxshi. Sizga salom aytib yubordilar. O'g'limni sog'indim. 10 kundan beri nega kelmayapti?" deb so'radilar. O'g'li bilan birga uyga ketish uchun ortga qaytgan Yoqub imom bir muddat jim turgach: "Sen nima deding, o'g'lim?" "Keladi buvijon. Dadam doim sizni o'ylab yuradilar", dedim. "U nima dedi?" "Koshki 10 marta o'ylagandan ko'ra 1 marta ko'rgani kelsa edi", dedilar. Bu gap unga birov miyasiga xuddi musht urgandek ta'sir qildi. So'ngra sekin shivirlab dedi: "Onam haqli, lekin vaziyatni bilmaydi." Usoma 14 yoshli aqlli bolakay edi. Qiziqsinib so'radi: "Qanday vaziyat haqida gapiryapsiz, dada? To'g'risi, mening ham xabarim yo'q." O'g'liga aytsam ekan, yoki bularning barchasini ichiga yutib yuraversam ekan? Yoqub imom o'g'lining ovozidan o'ziga keldi. "Dada, menga ham ayting, nima bo'ldi?" "Sengami?" "Bilmadim, o'g'lim. Aytsammikan? Yoshing kichkina qilmasmikan?" "Nimalar deyapsiz, dada? Men axir kap-katta yigit bo'lib qolgan bo'lsam, men endi hamma narsani tushunaman." "Unday bo'lsa ayta qolay. Oyimni borib ko'rishga yo'lga pulim yo'q. Senday yoshgina bo'lsam ekan, 10 kilometrlik yo'lni piyoda bosib o'tolsam." Usoma bu gaplarni eshitib qattiq xafa bo'lgan edi. "Ko'rdingizmi, dada? Shuning uchun men imomlik qilib kun ko'rmayman." "Imom bo'lmoqchi emasmisan, bolam? O'zing xor bo'lmaslik uchun islomni xor etmoqchimisan?" "Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Imomlik qilaman, lekin u mening ikkinchi kasbim bo'ladi. O'zingiz aytmaganmidingiz, har kimning o'z kasbini bajarmasligi ularni ayanchli ahvolga solib qo'yadi. Hech kim islomga zarar yetkaza olmaydi" deb. To'g'ri, lekin hamma narsa ham biror sabab bilan sodir bo'ladi. Islomning shu kungacha yetib kelishida ham taqvoli imomlarning o'rni kattadir. Imomlik juda yuqori lavozim hisoblanadi. Ba'zi ongsiz imomlarning borligiga qaramay imomlarning o'rni kattadir. "Lekin dada, ko'rib turibsiz-ku, oylik maoshi juda oz. Jamoat pulining ichida suzib yursa-yu, siz esa onangizdan xabar olgani pul topa olmasangiz. To'g'ri, bir qancha xatolar bor. Biroq o'sha xatolar sababli imomlikdan voz kechish kerak emas." "Xo'sh, onam yana nimalar dedi?" "Voy, shunaqangi qiziqarli narsalarni gapirib berdilarki, bir marta o'rtoqlaringiz bilan o'ynayotganingizda siz imom bo'lgan ekansiz. O'rtoqlaringiz esa jamoat, safning boshiga o'tib janoza namozida aytiladigan gaplarni aytgan ekansiz. Janoza namozi uchun niyat qilamiz, Allohu akbar.
Bir marta esa ma'ruza o'qib, ey jamoat ahli, bolalaringizga velosiped oling degan ekansiz. Chunki o'zingiz velosipedni juda qattiq yaxshi ko'rgan ekansiz-da. Buvim kulgidan o'zlarini zo'rg'a tiyib, bolaligidan beri uning butun fikri xayoli imom bo'lishda edi. Mana niyatiga ham yetdi dedilar. Bu so'zlar Yoqub imomning kayfiyatini ko'tarib, Fotima haqidagi o'ylaridan chalg'itgan edi. Soatiga qarasa, namoz vaqtiga 10 daqiqa qolibdi. Qadamlarini tezlashtirib, masjid tomon yo'naldi. Yetib kelganda masjidda do'sti Ahmadni ko'rdi. Uni anchadan beri ko'rmagani tufayli sevinib ketdi. Xush kelibsan, Ahmad. Ko'rinmay ketding-ku? So'rama. 40 dan oshganimda bir o'qigim kelib qoldi. Qishloqqa borgan edim. Qishloq imomidan dars olib keldim. Dam oldim. Ba'zan ovga ham chiqib turdim. Mana keldim. Juda soz. Kel, avval namozni o'qiylik-da, keyin biroz dardlashaylik. Dardlashaylik deya aytishga aytdi-ku, namoz tugadi hamki, gapini qayerdan boshlashni bila olmas edi. Uyga kelganda Fotimaning oyoq kiyimiga ko'zi tushdi. Hartugul qizi uyga qaytibdi. Xonasining chirog'i ham yoniq. U biroz muddat qizining eshigi yonida turib qoldi. Nima qilsa ekan, kirib qizi bilan gaplashsinmi? Bolam, bu nafratingning sababi nima? deya so'rasinmi? U ikki o't orasida qolgan edi. So'ngra sadosiz xonasi tarafga yo'naldi. Bir necha kun o'tgach, qizining kundalik daftari qo'liga tushib qoldi. Nima qilsam ekan deb o'ylay boshladi. Daftarni ochib o'qisammikan? Yo'q, dedi u o'ziga o'zi. Qizim bo'lgan taqdirda ham unga tegishli narsani beruxsat o'qishga haqqim yo'q. U daftarni varaqlay ham olmayotgan edi. Uning qon-qoniga singib ketgan islom bunga izn bermayotgan edi. Shunda uning aqliga bir o'y keldi. Qizi kundaligini otasi o'qishi uchun atayin stolning ustiga qo'yib ketgan bo'lsa-chi? Unday bo'lsa o'qish kerak ekan. Fotima boshqa ishlarimga emas, aynan kundalik tutishimga taqlid qiladi, deya daftarni qo'liga oldi. Qo'llari titragancha daftarning ilk sahifasini ochdi. Katta harflar bilan isyon sahifalarimni hech kim o'qimasin deb yozilgan edi. Ikkinchi betda u otasiga murojaat qilgan edi. Meni siz buzdingiz, dada. Boshqalarga o'xshab yashashga yo'l qo'ymadingiz. Sizni hech qachon kechirmayman. Uchinchi betda esa nega kundalik daftar tutganing sababini yozib, quyidagicha davom etgan edi. Haliyam 2 yil oldingi oyoq kiyimimni kiyyapman. Odamlarga namoz o'qitaman deb dadam meni shu ahvolga tushirdi. Mana 2 yildan beri moda 4 marta o'zgardi. Kampirlarga o'xshab haliyam bitta oyoq kiyimni kiyyapman. Otam esa hayotidan mamnun. 3-5 ta jamoati deb oilasini tosh davrida yashatyapti. Koshki ular buni bilib, dadamni qadrlasalar edi. Qayoqda? Qaytanga teskarisi. Biror marotaba dadamdan hol-ahvol ham so'rashmadi-ku. Bir marta bizga ko'mir olib bergan jamoatdagilarning o'g'li menga sizlarga ko'mir oldik deb maqtangan edi. Dadamning esa parvoyiga ham kelmaydi. Alloh rizoligi uchun, dedi. Bolalarning roziligi esa uning uchun ahamiyatli emas. Koshki dadam axlat tashuvchi bo'lsa-yu biz sal odamga o'xshab yashasak. Bunday yashash jonimga tegdi. Yo dadam imomlikni tashlaydi, yoki men qolganini yozmayman. Hech kim o'qi olmasin deya davomini ichimga yutdim. Yoqub imom ko'zlari jiqqa yosh bo'lib daftarni varaqlar edi-yu, ichidagi g'am anduhi yana ham ortayotgan edi. Bir sahifada nogiron yigitcha va unga bo'lgan nafratini yozgan edi. Fotima g'oyat darajada rahm shafqatsiz edi. Uning gaplaridan kinu nafrat yog'ilardi. Qolganini o'qishga yuragi dov bermadi. Ko'z yoshlarini artib kundalikni olgan joyiga xuddi o'shanday qilib qo'yib qo'ydi. Keyin kutubxona qarshisida aylanib, miyasiga kelgan bir so'zni har doimgidek katta qilib karton qog'ozga yozdi-da, kutubxona derazasiga yopishtirib qo'ydi. Keyin esa yana xonaga boshqatdan kirib, o'sha yozuvni o'qidi. Shunday savollar borki, javobini faqat narigi dunyoda olishingiz mumkin.